Assalamu alaykum qarindoshlar. Men Finlandiyadan Xalmurat. Biz Finlandiyadan boshlangan bir erkinlik karvanini boshlab bormoqchi. Bu karvan Finlandiyadan yo'lga chiqdi. 9-oyning 20-kuni. Shvetsiyaga boramiz. Shvetsiyadan Osloga, Oslodan Berlinga, Berlindan Amsterdamga, Amsterdamdan Parijga, Parijdan eng oxiri 10-oyning 1-kuni Brusselga yetib boradi. Her qaysi devletdagi bağında şu devletlerde şu devletdeki qarindoshlar namoyish o'rlashtirdi. Şu namoyishlarga sizlarni ham qatnashib berishingizni taklif qilamiz va to'yinchilik bilan so'raymiz. Va har qaysi devletda şu namoyishlarni o'rlashtirgan, tayyorlik xizmatlarini qilgan barliq qarindoshlarga rahmatimni bildiraman. Unda bo'lsa men yo'lga chiqdim. Allohga emanet qarindoshlarim. Brusselda görüşelim inşallah.